Uyg'onganimda yana gapim boshlandi. Hirslarim yana uyg'onib, asta-yana ukamning xonasiga kirdim va yubkamni ko'tarib, turchigimni tizzamgacha tushirib, ukamning qo'li bilan ammamni uqalashga boshladim. Shunaqa mazza qilardimki, bir payt ukamning qo'lini o'zi ammamni massaj qila boshladi. Men qo'rqib ketib ko'zimni ochib ukamga qarasam, o'ziga kelgan ekan. Men endi shunaqa uyalib hujrat bo'lib ketdimki, endi turib xondan chiqib ketmoqchi edim. Ukam esa battar tezroq massaj qila boshladi. Shunaqa massaj qilardiki, meni kayfimni ichimga yutib umuman ovoz chiqarmadim. U esa opa, yoqmayaptimi, jimsiz dedi. Men esa yoqyapti jonim deb baland ovozim yana deb ko'zlarimni yumib oldim. U esa opa, endi ko'zingizni 2 soat umuman ochmang. Endi sen mana salomsan, uni topolmayman ekanligini. Bundan sansirab erkalashim menga jiddiy yoqib ketdi. Men judayam o'ylardim, ammo shunaqa baxtiyor edimki. Xo'p deb, begim, siz nima deysiz? Shu dedim, ukamni sizlasha boshladim. Ukam o'rnidan turmoqchi bo'lib, narkoz hali ham bor, shunga uddalay olmadi, ammo bir zum ham massaj to'xtamasdi. Sekin meni qo'llarimni ushlab qotog'iga etib qo'ydi. Men esa sekin qotog'ini uqalashga boshladim. Qotog'ini shunaqa ehtiros bilan uqalardimki, u esa manzur ustimga chiqib teskari yot dedi. Men esa ustiga chiqqanimda yechmasdanmi ahmoq deb urishdi. Men ham uzr jonim deb kulib yubordim va sirrat yechindim. Shunaqa tez yechindimki, ukam kulib o'lib turgan ekansiz dedi. Men esa jiming, uyaltirmang dedim.